Bu shilaka blokka yopishgan joyi ko'chib ketadi deydiganlarga ataylardan do'stlar shelyapmiz. Ko'ryapsiz, sinib chiqsa chiqadiki, bitta tushib ketmaydi. O'shuning uchun do'stlar, ola foydalaning, qo'rqmasdan deyapmiz. Qarang, orqasini po'kaylarda qana yopishtirishgan, sinib chiqsa chiqyapti, lekin tashab yormayapti. Lekin shilaka blok do'stlar, issig'ini ham, sovuqni ham o'tkazmaydi. Yuz issiq ham, sovuq ham bo'lib ketmaydi. Bu do'stlar terma panel hisoblanadi. O'zbekistondagi do'stlar hozirgi kunda sho'rlagan, zaklagan devorlarga eng ma'qul yechim shu bo'lyapti. Undan tashqari hech qanaqa devor tanlamaydi. Shilaka blok ham, pena blok ham, gaza blok ham, suvaqqa ham, guvalak ham, paxsa devorga ham yopishaveradigan bo'ladi. Do'stlar, agar siz mana shu biznesni boshlamoqchi bo'lsangiz, tayyor обученияsi o'rgatib qo'yishi, kelib yotag'ingiz hamma yo'q ichida qilib, stanoy-stanoylarigacha ta'minlab do'stlar $900 O'zbekiston bo'ylab qilib berishyapti ekan, 100 ga stanoyini yetkazib ham berishar ekan. Yo'q, menga terma panelni o'zi kerak deydigan bo'lsangiz do'stlar, bir kunda 250 kilovatt chiqaradigan joyga kelganmiz do'stlar. 1 kilovattining narxi 1 kilovatni nechi pulida? 90 ming so'mdanmidi? 1 kilovatini 90 ming so'mdan qilib berishyapti. Bemalol joyingizga yopishtirsangiz bo'laveradi. Video pastiga nomerini qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, sostavkalari mutlaqo bepul.